G'azo bolalarining ham xursand bo'lishiga haqlari bor edi. Lekin ular mana bu haqdan mahrum qilindi. Sababi bosqinchi yahudlar G'azzodagi musulmonlarni bombardimon qildi va o'z uylarini vayron qildi. Maktablarni, madrasalarni, o'yingohlarni vayron qildi. Endi u yerdagi yosh bolalar nima qilishyapti? Qishni sovuq kunlarda, chodirlarda, og'ir sharoitlarda yosh bolalar issiq taomlarni olishlik uchun yoki toza ichimlik suvlarini olishlik uchun u yoqdan bu yoqqa yugurib yurishibdi. G'azodagi yosh bolalarning holati juda og'ir. Chunki ular butun dunyodan mahrum qilinishdi. Va ba'zilari bombardimonlar sababli otasidan yoki onasidan ayrilib yetim qolishdi. Lekin haligacha umidlarini uzishmadi. O'z diyorlarini tark etishmadi. Va o'sha yerdagi og'ir holatda bo'lsa ham yashab kelishyapti. Bizlar ham Muray qalblar xayriya fondi jamoasi o'laroq G'azzodagi yosh bolalarni xursand qilishlik uchun, ularni qalblariga ozgina bo'lsa ham xursandchilikni olib kelishlik uchun ehsonkor aka-uka, opa-singillarimizni ehsonlarini G'azzodagi yosh bolalarni xursand qilishlik uchun mablag'lar yubordik. Va u yerdagi yosh bolalarni xursand qilishlik uchun ba'zi bir tadbirlar o'tkazilib, ularga mukofotlar ulashildi. Ko'rib turganlar ushbu videoda G'azzodagi urushni og'ir kunlarini ko'rgan, u yerdagi dahshatlarni ko'rgan yosh bolalarni xursand qilishlik uchun mana bu joyga to'plab, ularga hadyalar ulashdik. Ularni ozgina bo'lsa ham dardlarini, qiyinchiliklarini unuttirishga harakat qildik. Alloh taolo mana bunday yosh bolalarni, yetimlarni xursand qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. G'azzodagi musulmon qardoshlarni unutmagan, G'azzodagi yetimlarni, islom ummatini unutmagan aka-uka, opa-singillarimizni Alloh taolo Firdavs va Naim jannatlar bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham mana shunday G'azzodagi faqirlarga, muhtojlarga, yetimlarga yordamlaringizni ulashtirsanglar, bizni aloqa manzilimizga chiqishlar mumkin. Bizlar ham imkon qadar tezkor shaklda G'azzodagi eng muhtoj bo'lgan musulmonlarga yordamlaringizni ulashtirishga davom etamiz. Alloh taolo sizlardan va bizlardan qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.